Assalomu alaykum aziz muxlislar. Bolajon telekanalida Bilimdonlar bahsi tele o'yini boshlandi. Biz yozgi mavsumga start berdik. Ya'ni o'yinimiz yil oxirigacha davom etadi. Unda finalga chiqqan birgina jamoa g'olib deb topiladi. Bugungi dasturimizga bilimli, kuchli, mustaqil fikrga ega, dunyoqarashi keng bo'lgan o'quvchilarni taklif qilganmiz. Ular Bilimdonlar bahsi tele o'yinining avvalgi dasturida qatnashib, kuchlilar orasidan tanlab olingan. Jamoalar sardorlarini ko'rsatuvimizda ko'rib turganimizda juda xursandmiz. Xush kelibsizlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kamronbek, Visola, Roziyalar o'z jamoalarini yetakchi sifatida olib chiqadilar va ular bilan birgalikda biz qizg'in bahsga guvoh bo'lamiz. Ana endi jamoa sardorlaridan talab qilinadigan yagona narsa bu avvalo o'zlarining kayfiyatlarini ko'tarishlari kerak. Zo'r kayfiyatda qatnashadigan bo'lsangiz, jamoadagi qolgan ishtirokchilar ham sizlarga ergashadi. Buni bilasizlar, a? Mana shunday zo'r kayfiyatda endi o'yinni qaysi jamoa boshlab berishini belgilab olishimiz kerak. Stol ustida raqamlar turibdi, sirli ravishda siz ularni olib bizga ko'rsatasiz. Agarda kimda bir raqami chiqsa, o'sha jamoa birinchi bo'lib o'yinimizni boshlab beradi. Agar tayyor bo'lsangiz, marhamat qog'ozlarni olishingiz mumkin. Ko'rsatamiz. Ha, hurmatli tomoshabinlar, ko'rib guvohi bo'lganingizdek, Bilimdonlar bahsining birinchi jamoasi bu, ya'ni birinchi bo'lib boshlab bergan jamoasi bu Roziyaxonning do'stlari. Roziyaxon, marhamat, stolga o'tib olishingiz mumkin. Jamoangizni taklif qiling. Qadrli tomoshabinlar, Roziyaxon boshchiligidagi topqirlar jamoasi stol atrofiga jam bo'lishdi. Ana endi jamoa a'zolarini birma-bir sizlarga tanishtirib o'tamiz. Demak, Jahongir Mirzo, Biloliddin, Dilnura hamda Imonbek. O'yinimiz sharti quyidagicha. Har bir jamoaga 6 tadan savol beramiz. Savollar raqamini o'zingiz tanlaysiz. Iloji boricha sardor tanlagani ma'qulroq. Qaysi jamoaning to'g'ri javoblari ko'proq bo'lsa, o'sha g'olib deb topiladi va tele o'yinimizning keyingi ishtirokchilariga aylanadi. Hurmatli sardorlar, siz bir-biringiz uchun raqibsiz. Sizning jamoangiz sizning yuzingiz hisoblanadi. Shuning uchun oldinda turgan qizg'in bellashuvga hozirdanoq jiddiy tayyorgarlik ko'rib, avvalo ruhan tayyor bo'lishinglar kerak. Ana undan keyin bilimni ishiga solgan holatda olg'a borasizlar. Kelishdikmi? Topqirlar jamoasi tayyor ekan, biz ham birinchi savolni berishni boshlaymiz. Hozir jamoa sardoridan mana shu idish ichidan birgina raqamni tanlashlarini so'rayman va shu chiqqan raqam bo'yicha savolni e'lon qilaman. Marhamat, Roziyaxon, olishingiz mumkin. Ko'rsating, necha raqami? 8-raqamdagi savolni o'qiyman. Diqqat qiling, barchaga omad tilab qolamiz. Bir sinfda 28 nafar o'quvchi o'qiydi. Ulardan 4 dan 3 qismi sport bilan shug'ullanadi. Qolganlari esa shug'ullanmaydi. Sport bilan shug'ullanmaydiganlar soni qancha? Savol tushunarlimi? Ha. Demak, vaqt ketdi. Siz tezroq topamiz bundan. 28 4dan 3 qismi degani bu 4ga bo'lib 3ga ko'paytiramiz. 21dan 28 ayiramiz chunki 28 dan yo'q. 4ga bo'l. 28 4 28 dan 21 ayiramiz. Chunki shug'ullanganlar 21 ta chiqdi. O'shaning uchun ayiramiz. Shug'ullanmaydi. 7 ta. Javob 7 ta. Shug'ullanmaganlar 7 ta. Bo'ldi 7 ta ya. Hozir birinchi 28 ga to'g'ri bo'ldi. 28 ha. 28 nafar o'quvchi bo'lsa, yozib chiqadi. 7 ni 3ga ko'paytiramiz. 21 1 daqiqalik vaqt tugadi. Aniq javobni kim beradi? Bu savolning javobini Biloliddin beradi. Biloliddin, marhamat, birinchi bo'lib mas'uliyatni bo'yningizga oling. Sizdan aniq javobni kutib qolamiz. Marhamat. Hurmatli boshlovchi, bu savolning javobi 7 nafar o'quvchi. Shug'ullanmaydi.
Ha, demak 28 nafar o'quvchidan 7 nafari sportga bormaydi, shug'ullanmaydi. Ha. Yaxshilab hisoblab ko'rdinglarmi? Ha. Matematikadan baholar nechi? 5. 5. 10 balli tizimdachi? 10. 10. Juda ham yaxshi. Javobingizni qabul qilamiz. Anig'ini hozir aytib o'taman, diqqat qilinglar. Monitor oldida turgan qolgan jamoa ishtirokchilari ham allaqachon bahslashib bo'lishgan. Nazarimda ular ham to'g'ri javobni bilishadi va oxirida ulardan yana solishtirib ko'ramiz. Demak, savolni qaytadan o'qiyman va javobni aytaman. Bir sinfda 28 nafar o'quvchi o'qiydi. Ulardan 4 dan 3 qismi sport bilan shug'ullanadi. Qolganlari esa sportga bormaydi. Savol: necha nafar o'quvchi sport bilan shug'ullanmaydi? Aynan shu savolimizga Roziyaxon boshchiligidagi Topqirlar jamoasi bilimdonlar bahsining birinchi shartidan muvaffaqiyatli o'tib olishdi. Haqiqatda 7 nafar edi. Topqirlar jamoasini tabriklaymiz. Ularda 1 ball bor. Mana shu kayfiyatda keyingi savolni e'lon qilaman. Buning uchun Roziyaxon menga yana yordam berasiz. Mana shu idishdan navbatdagi savolni o'qishim uchun raqam tanlab berasiz. Marhamat. 1. Birinchi raqamli savol. Birinchi raqamga diqqat qilasiz. O'zbekiston nechta davlat bilan chegaradosh? Qaytarib o'taman. O'zbekiston nechta davlat bilan chegaradosh? Sizda imkoniyat bor, agarda javob tayyor bo'lsa, tezkor javob berishingiz mumkin. Vaqt olasizlarmi? 1 daqiqa? Marhamat, vaqt ketdi. Imom, o'shani o'qishni Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, to'xtaylik mana. Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston. Aytildi uni. Lekin 5ta. 5ta. Qozoq. Birinchisini boshqasini eslamaymizlar, lekin 5ta. Qirg'iziston shekilli yozildi. Yo'q, Qirg'iziston yozildi. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston. Lekin bor edi. 5 dedi. Ustozimiz aytgandilar, 5 dedi. O'shanda yozdiruvdilar. 5 dedi. Oxirgisi 100 fransiz. Ustoz yozdiruvdilar. Bahorcha to'g'ri chiqadi. Anig'imikin, balki shu 3tadir. Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston. Yana o'xshashyapti. Va 4ta bo'lsa. Yani bitta. Lekin 4ta emas edi. 5ta. Vaqt tugadi. Xo'sh. Kim javob beradi? Mana shu savolimizga. Savolni takrorlab o'taman. O'zbekiston Respublikasi nechta davlat bilan chegaradosh? Ushbu savolga Roziyaxon kim javob beradi? Bu savolga o'zim javob beraman. Marhamat, eshitamiz. O'zbekistonga chegaradosh davlatlar 5ta. Sanab o'ting. Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Afg'oniston. Afg'oniston. Javobni qabul qildim. Demak, O'zbekiston Respublikasi nechta davlat bilan chegaradosh degan savolimga birma-bir sanab berishdi va barchasiga to'g'ri javob berib, ikkinchi shartdan ham o'tib oldingiz. Tabriklaymiz. Yomon ketmayapti, yaxshi. Shu zaylda agar ketadigan bo'lsangiz, marrani egallaysiz, eng zo'ri bo'lasiz. Faqat keyingi savollarga ham to'g'ri javob berishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, Roziyaxon, marhamat, endi keyingi savolni bizga aniqlashga yordam bering. 7. 7-raqamli savolni o'qiganimdan keyin agarda sizda tezkor javob bo'ladigan bo'lsa, menga bildiringlar. Men vaqt ketdi demasdan javobingizni qabul qilishga harakat qilaman. Kelishdikmi? Kelishdik. Unday bo'lsa diqqat qiling. Navbat 7-raqamli savolga. Nima uchun ayrim hayvonlar qishda uyquga ketadi? Qaytarib o'taman. Nima uchun ayrim jonivorlar, hayvonlar qishda uyquga ketadi? Vaqt ketdi. Chunki qishda kechqurun ham masalan ovchilar ko'payadi. Yo'q, u qanaqa ham anaqa qishda emas. Ko'proq kechqurun bo'ladi. Masalan, ayiq bo'ladi.
tushga oromga bo'ladi. Ovqat yeyishga anaqa quyonlar yotoq deyiladi. Bittasini masalan o'nchilar yoki ovqat yo'qligi yoki yo'q qanaqa yoki tun. Qanaqa? Hammasi. Chunki bitta narsani uxlamaydi. Bitta narsani. Masalan, qancha o'ziga yarasha to'g'ri keladi lekin. O'ziga yarasha Masalan, bitta narsani uxlamasa kerak. Bitta narsani uxlamasa kerak. hammasi ham to'g'ri keladi. Bitta narsani o'nchilar chiqishi ovqat sovuq bo'lishi, Uxlab ovqatlar ham bor. Vaqt tugadi. Juda ham ko'p javob variantlari bo'ldi. Faqat Roziya sizlarda emas, qolgan jamoa a'zolari, donolarda, ziyraklarda variantlar juda ham ko'p bo'ldi. Ular ichida to'g'rilari ham bo'lishi mumkin, balkim xato qilishgandir. Buni hozir bilib olamiz. Demak, savolni qaytarib o'taman. Nima uchun ayrim hayvonlar qishda uyquga ketadi? Bu savolga javobni kim beradi, Roziya? Bu savolga javobni Dilnura beradi. Dilnuraxon, qishda sovuq bo'ladi, o'ljalar yo'q bo'ladi. Ovchilar ko'payadi qishda. sabablar ko'p, lekin aniq javob kerak bizga. Sovuq bo'ladi. Demak, aniq javobga diqqat qilamiz. Nima uchun ayrim hayvonlar qishda uyquga ketadi degan savolimizning javobi sovuqdan saqlanish va oziq-ovqat yetishmasligidan uyquga ketadi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, tabriklaymiz. Topqirlar, zo'r ketyapsiz va biz endi 4-savolga o'tamiz. Buning uchun yana men Roziyadan yordam so'rayman. Ikkinchi raqamli savol. Diqqat qiling. Qaysi rang issiqlik va quvvat, ya'ni energiyani ifodalaydi? Takrorlayman. Qaysi rang issiqlik va energiya, ya'ni quvvatni ifodalaydi? Vaqt ketdi. Yo'q. Bu issiqlik. Bu qanaqadir issiqlik. Oqirin. Chunki oqirin issiqlikdan saqlaydi oqirin. Sariq, men bilaman, Sariq, olovrang qizil. Sariq. Ayshi issiqlik. Issiqlik. To'xta, bittasi bo'lishi kerak. Lekin olovrang emas. Nega olovrang? Yo'q, olovrang ham bor. Nega olovrang? Quvvat. Qanaqadir qizil quvvat, issiqlik. Sariq ham bo'ladi. Siz aytgandinglar. Issiqligiga kiradi, issiq rangli. Eslash kerak. Qizil, sariq yoki qizil. Lekin olovrang kamroq. Sariq yoki qizil. Yo, qizil. Qizil issiqlikni belgilaydi, lekin baribir sariq qanaqadir quyosh issiqlik u ham bo'lishi mumkin. O'shadi. Qizil lekin quvvatni belgilaydi. Lekin sariq ham bo'lishi mumkin-da. Sariq quyosh. Qizil. Qizilmi? Balki o'zi qora bo'lib qolsa-chi. Qizilmi sariq? Issiqlik. Bo'ldi, qizil. Sariq bo'lishi mumkin-da. Bo'ldi, qizil. Qizilda to'xtaldigan. Topqirlar, vaqt tugadi. Endi sizdan aniq javobni kutib qolamiz. Avval men savolni takrorlayman. Qaysi rang issiqlik va quvvatni ifodalaydi? Xo'sh, kim javob beradi? Bu savolning javobini Jahongir Mirzo beradi. Jahongir Mirzo, marhamat, sizni eshitamiz. Hurmatli boshlovchi, bu savolning javobi sariq. Sariq javobini aytdingiz. Bu savolning javobi qizil edi. O'zingiz uchun bilib oldingiz. Har kuni o'qib, bilib olishingiz kerak bo'ladi. Bu savolning javobi qizil edi. Hech ham kayfiyatni tushirmaymiz. Hammasi oldinda, o'ziga ishoninglar. Mana shunday zo'r kayfiyatda biz keyingi savolga o'tamiz. Roziyaxon, endi menga yordam berasiz. Marhamat. To'qqizinchi raqamli savol. Diqqat qiling. Savolni o'qiyman. Ikki nafar inson bir ko'prikdan o'tmoqda. Biri boshqa yoqqa, ikkinchisi esa boshqa tarafga qarab yursa, ammo ular bir-birini ko'rsa, ya'ni ko'rishsa, bu qanday bo'lishi mumkin? Savolni takrorlayman. Ikki nafar inson
bir ko'prikdan o'tib bormoqda. Biri boshqa tarafga, ikkinchisi esa boshqa tarafga qarab yursa, ammo ular bir-birini ko'rishib qolsa, bu qanday bo'lishi mumkin? Savol tushunarlimi? Ha. Demak, vaqt ketdi o'ylash uchun. Bitta savol, bitta odam bu yoqqa ketmoqchi, mana bu odam bu yoqqa ketmoqchi. Bu o'rtasiga kelganda bir-biriga uchrashib qoladi-ku. Lekin ikkalasi bu boshqa joyga, chunki bu boshqa joyga ketayotgan bo'ladi. No, bitta ko'prikka chiqqan bo'ladi. Chunki savolda aytdi, bitta ko'prikda chiqqanda to'g'ri. O'rtasiga kelganda uchrashib qoladi. Bitta odam, ikkita doim balki yashirishga odam birinchi odam. qanaqa uchrashib qoladi? O'rtasiga keladi, bir-biriga uchrashib qoladi. yo'q boshqacha ham bo'lishi mumkin. Ikkita odam mamdo ketayotgan bo'lsa, bir-biri bilan ko'rinadi. Yo'q, ikkita odam boshqa joyga ketadi, bir-biri bilan bir xil. yo'da bitta odam bunaqasiga ketyapti. Bunaqasiga ketyapti. O'rtasida Shunda o'rtasida ko'rsatdi. Kelayotganda uni keladi deb Bu qanday bo'lishi mumkin deganda bu birinchi odam, ikkinchi odam turgan joyga ketmoqchi, ikkinchi odam birinchi odam ikkita odam ko'prikning ichida turadi va ular boshqa tarafga o'tmoqchi bo'lganda o'rtasiga kelganda bir-biriga uchrashib qoladi. shunaqa deymiz, juda uzun ekan lekin. Nima deymiz? Bitta odam ikkita bir-biri o'rtasiga kelganda bir-biri bilan uchrashadi. bitta ko'prikni Vaqt tugadi. Vaqt tugadi. Bahsni tugatamiz, to'xtatamiz. Roziyaxon, bu savolga kim javob beradi? Bu savolga o'zim javob beraman. Marhamat. Ular bir-biriga to'g'ri yurishayotgan bo'ladi. Bir-biri bilan to'g'ri tomonda. Javobni qabul qildim. Aniq javobga o'tamiz. Ikki nafar inson bir ko'prikdan o'tmoqda. Biri boshqa tarafga, ikkinchisi esa boshqa tarafga qarab yursa, ammo ular bir-biri bilan ko'rishsa, bu qanday bo'lishi mumkin degan savolimga javobni bir-biriga qarab to'g'ri yuryapti dedilar. Va bu javoblari bilan jamoalariga yana bir ballni taqdim etdilar. Tabriklaymiz. Roziyaxonni jamoa a'zolari bir olqishlab qo'ysin. Chunki ular to'g'ri javob berdilar. Oxirgi savolga keldik. 6-savolga. Bu savol qaysi ekanligini Roziyaxon hozir raqam tortib aytib beradilar. Raqam. 10-raqamdagi savol. Diqqat qiling, men ushbu savolni o'qiyman. Dunyodagi eng mashhur qidiruv tizimi qaysi? Takrorlayman. Dunyodagi eng mashhur qidiruv tizimi qaysi? Vaqt ketdi. Google bo'lsa kerak. Politsiya mashhur. Qidiruv tizimi. Ana qidiradigan. O'shanaqami? Hali qidiradi. Yo'q, qidiruv tizimi. Tizimi o'tdi. Qidiruv tizimi, politsiya, o'tuvchi. Yordam beruvchi emas, o't o'chiruvchi emas. Qidiruv tizimi, politsiya. Qidiruv tizimi. UNESCO. Politsiya. Qidiruv politsiya bo'lishi kerak. Qidiruv tizimi. Yana boshqacha. Hamma lekin detektiv ular anaqasi yo'q. Qidiruv tizimi, qidiruv bo'ladi. Nimadan bo'ladi? Detektivlar yo'q-ku kompaniyasi. Detektiv. Yo'q. Ular nima deysan? Nima deysan? Detektiv. Qidiruv yordami. Qidiruv tizimi. Qidiruv tizimi. Politsiya, ular Politsiya qidiradi. har xil aniqlanadi. O'sha qidiruv tizimi 100%. Politsiya bo'lishi kerak lekin. Politsiya bo'lib qolsin. Politsiyadagi ishchilar ham ko'p. Politsiya mashinalari ham eng ko'p saralangan. Hamma davlatda bor. Bo'lishi kerak. Qidiruv tizimi. Qidiruv tizimi. Politsiya. Chunki hamma davlatda bor. Politsiyaga ham telefon bor. Qidiruv tizimi bizniki politsiya. Belgilangan vaqt tugadi. Roziyaxon, ushbu savolimizga kim aniq javobni ayta oladi deb o'ylaysiz? Imonbek. Imonbek. Bugun Imonbek gapirmadilar. Endi gapiradilar. Imonbek, tayyormisiz? Ha. Savolni qaytarib o'taymi? Dunyodagi eng mashhur qidiruv tizimi qaysi? Bu savolning javobi politsiya. Tushunarli. Agarda men tashkilot yoki idora deganimda,
siz politsiya deb javob bersangiz to'g'ri bo'lardi. Afsuski bu savolga noto'g'ri javob berdingiz. Aniq javob esa dunyodagi eng mashhur qidiruv tizimi bu Google edi. Lekin kayfiyatni tushirmanglar, chunki siz belgilangan 6 ta savoldan 4 tasiga aniq javob berdingiz va bu bilan barchangizni tabriklaymiz. Lekin bu hali sizdan tashqari donolar va ziyraklar jamoasi ham tayyor bo'lib turibdi. Ularning bahslarini, ya'ni bilimdonlar bahsini kuzatamiz va ko'rsatuv so'ngida aynan qaysi jamoa g'olib bo'lganini bilib olamiz. Ishtirokingiz uchun rahmat. Ana endi joyni keyingi jamoaga bo'shatib berasizlar. Va nihoyat stol atrofiga Kamronbekning jamoasi jamlandi. Yana bir assalomu alaykum, hurmatli bilimdonlar. Sizlarga ham navbatdagi bahslar muborak bo'lsin deymiz. Chunki stol atrofiga hamma ham yetib kela olmagan. Chunki bu katta bilimlar, sinovlar maydoni. Kamronbek jamoangizning nomini yana bir bor eslatib yuboring. Bizning jamoa nomi Donolar. Donolarni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Demak, tomoshabinlarimizga birma-bir ularni hozir ismlarini aytib o'taman. Demak, Kamronbekdan o'ng tarafda Afruza hamda Yorqinbek. Kamronbekdan chap tarafda esa Odina hamda Iqbol. Tomoshabinlarimiz stol atrofida kimlar o'tirganini bilib olishdi ismlari orqali. Ana endi ular qanchalik bu bahsga tayyor ekanliklarini bilishlari qoldi xolos. Buning uchun men hozir Kamronbekdan iltimos qilaman, menga yordam bersinlar. Stolda turgan idishdan raqamni olib menga ko'rsatadilar va mana shu raqam ostidagi savolni men o'qib beraman. Marhamat. Beshinchi raqam. Demak, men 5-raqamdagi savolni o'qiyman. Qaysi qush uchishni bilmaydi, ammo juda ham tez yuguradi? Savolni takrorlayman. Qaysi qush uchishni bilmaydi, ammo juda tez yuguradi? Vaqt olasizlarmi? Yo'q, bizda tezkor javob bor. Tezkor javobni kim aytadi? Men. Ayting. Bu qushning nomi tuyaqush. Aniqmi? Ha. Balkim pingvindir. Yo'q. U ham uchishni bilmaydi-ku. Lekin u tez yugurmaydi. Ha. Balki yugurar muz ustida. Tuyaqush uchishni bilmaydi, lekin tez yuguradi. Tushunarli. Qadrli tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, men hali vaqt ketdi demasimdan donolar jamoasi donolarcha yondashib, tezkor javobni aytishdi. Bu savolning javobini, taqdirini, ya'ni aniq yoki aniq emasligini hozir aytib o'taman. Diqqat qilinglar. Qaysi qush uchishni bilmaydi, ammo juda tez yuguradi? Bu tuyaqush edi. Birinchi urinish yomon emas, yomon emas. Bu tasodif bo'lishi ham mumkin dermiz, lekin bizni bilimdonlarimiz bu savolni javobini allaqachon topishgan ekan, bilishar ekan. Demak, ko'rinib turibdiki, ular ko'p internetdan kuzatadilar, televizor ko'radilar yoki kitob o'qiydilar yoki maktabda yaxshi bilim oladilar. Bizningcha hammasi ham to'g'ri. Demak, ikkinchi savolga diqqat qilamiz. Ikkinchi savol qaysi? Buni Kamronbek yana menga yordam berib bilib beradilar. Marhamat. 10-raqam. 10-raqamdagi savolga hammamiz diqqat qilamiz. Ona tili faniga doir bo'lgan savol. Topqirlar va ziyraklar ham o'ta hushyor tursin. Bu savol sizlarga ham taalluqli. Endi bahs munozara yuritishlar uchun kerak bo'ladi. O'qituvchi so'zi qaysi so'z turkumiga kiradi? Qaytarib o'taman. O'qituvchi so'zi qaysi so'z turkumiga kiradi? Vaqt ketdi. Bizda tezkor javob bor. Qoyili, marhamat, ayting. O'qituvchi so'zi oz so'z turkumiga kiradi. Afruzaxon, odatda biz o'yin qoidasiga muvofiq
jamoa sardoriga yuzlanar edik. Jamoa sardori Kamronbek, Afruzani javob berishlariga qarshi emasmisiz? Albatta yo'q. Rozisiz? Ha? Marhamat, Afruza, sizdan tezkor javobni eshitamiz. Hurmatli boshlovchi, o'qituvchi so'zi ot so'z turkumiga kiradi. Demak, Afruza butun jamoa nomidan mas'uliyatni zimmalariga olib, shu javobni aytdilar, ya'ni o'qituvchi so'zi qaysi so'z turkumiga kiradi degan savolimga ot deb javob berdilar va ular jamoaga navbatdagi ballni taqdim etdilar. Qani edi bilganingizda edi sizlarning oldinda bundan ham qiyin savollar kutayotganini. Endi buni albatta stol ustida turgan raqamlar belgilaydi. Shuning uchun keling yana bir raqamni olib ko'ramiz. Kamronbek. Keyingi raqam 4. 4. Savolga diqqat qiling. Bu juda ham jiddiy savol. O'zbekistondagi eng katta va eng uzun daryo qaysi? Takrorlayman. O'zbekistondagi eng katta va eng uzun daryo qaysi? Bizda tezkor javob bor. Tezkor javob bor. Marhamat, kim beradi bu javobni? Bu savolning javobini Yorqinbek beradi. Yorqinbek, shu yerdamisiz? Ha. Hurmatli boshlovchi, bu savolning javobi Sirdaryo. Sirdaryo. Demak, jamoa a'zolari rozi shu javobga. Ha. Demak, men aniq javobni aytib o'taman. O'zbekistondagi eng katta va eng uzun daryo bu siz aytganingizdek Sirdaryo emas, Amudaryo edi. Nega shoshasizlar? Nega degan savol menimcha tomoshabinlarda ham tug'ilgan. Ular bu javobni topishgan bo'lishlari aniq, chunki faqat sizlar emas, ular ham bilimdon, ular ham o'yinda ishtirok etishni xohlashadi. Lekin kayfiyatni tushirmaymiz, hammasi joyida. Har doim ham ha degan javob bo'lmaganidek, har doim ham yutavermaysizlar. Qaysidir joyda bilimingiz yetmay qolib yoki eslolmaganingizda noto'g'ri javob berib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun hech ham shoshilmang. Fikri jamlab, diqqatni yig'ib, keyingi savolga o'tamiz. Kamronbek, menga yana yordam berasiz. Raqam tanlang. Bu galgi son 3. 3-raqam. 3-raqamdagi savolga barchamiz diqqat qilamiz. Musiqaga oid bilimlaringiz qanchalik ekanligini men bilmayman, ammo hozirgi savolga javob berish orqali biroz bo'lsa-da ma'lumotga ega bo'lamiz. Diqqat qiling. Mashhur Tanovar kuyini asosan xalqimizga xos qaysi cholg'ular bilan chalishadi? Qaytarib o'taman. Mashhur Tanovar kuyini asosan xalqimizga xos qaysi cholg'ular bilan chalishadi? Vaqt beraymi? Ha. Demak, vaqt ketdi. Rubob, milliy cholg'u bo'lishi kerak. Balki doira, rubob, Yuqori ovozda. qaysi bo'lishi mumkin? Nog'ora bor. To'xta. Dutor. Doira, hujjak. Yo, borlarni aytib qo'ying. Doira. Rubob bo'lishi mumkin. Rubob. Rubob emas. Dutor, doira, rubob. Yana qaysi bo'lishi mumkin? Doira yo'q. Pulama cholg'ulardan bittasi bo'lishi kerak mana shu yerda. Nega savollarda Surnaymi Surnay. Ha, qani? Manimcha dutor, doira, rubob, surnay. Vaqt tugadi. Demak, biz hozir aniq javobni eshitish uchun yana Kamronbekka yuzlanamiz. Kamronbek kim aytadi javobni? Bu savolning javobini men aytaman. Nahotki? Mayli. Sardor sifatida qani bir aytingchi. Savolni takrorlab o'taymi? Ha. Mashhur Tanovar kuyini asosan xalqimizga xos qaysi cholg'ular bilan chalishadi?
cholg'ular, dutor, doira, rubab va surnay da ijro etiladi bu kuy. Buni eshitgansiz Tanovara? Yo'q. Unda qayerdan bilyapsiz? Chunki bu hammasi milliy cholg'ularimizdan. Xalq kuyi demoqchisizda, xalq cholg'ulari. Yaxshi. Javobni qabul qildim. Endi aniq javobga o'tamiz. Mashhur Tanovor kuyini asosan xalqimizga xos qaysi cholg'ular bilan chalishadi degan savolimga Donolar jamoasidan Sardor Kamronbek bir nechta sozlarni sanab o'tdilar. Biz kutgan javob ham xuddi shunday edi, faqatgina dutor, rubob. Mana shu javoblarni aytish asnosida Kamronbek o'z jamoasiga navbatdagi ballni olib berdi. Tabriklaymiz. Davom etamiz, hurmatli bilimdonlar. Kamronbek, aytmasam ham o'zingiz bilib ishingizni qiling, qani? Keyingi son 9 raqami. 9-raqamdagi savolga diqqat qilamiz. Men uni o'qishni boshlayman. Karikatura nima? Savolni qaytarib o'taman. Karikatura nima? Vaqt olasizlarmi? Ha. Vaqt ketdi. Karikatura bu karikatura Bu qanaqa chet o'lmalarda uchadigan qush bo'lishi ham mumkin. balki hayvonmasdir. Karikatura bu Men eshitganman. Dunyo bo'yicha karikatura degan hech qanaqa cholg'u asbobi yo'q. Karikatura aqs bo'lishi mumkinmi? balki hatto buni cholg'u cholg'u yo'q. Cholg'u bo'lsa nima qilamiz edi? Karikatura bu nima? Karikatura shaharnomi ham shaharnomi eshitmaganman karikatura degan. Men lekin eshitganman. Tabiiy karikatura bu qushni nom adashmasam. Tarixiy yo'q. Shu nom yoshadi karikatura. Quvvat yig'ish uchun-da. Lekin qushni sovug'ini uchun balki qushni quvvat qilsa. Balki shunaqadir. Nemiz kamchilik kerak. 6. Boshqa iloji. Balki Demak qush. balki hayvondir. Hayvon. Chunki bittagina qush bo'lishi mumkin. Hayvon. Qanaqadir orollik, o'rmonlarda yuradigan qush. Hasharot bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Karikatura o'simlik nomi bo'lishi mumkin emas. Vaqt tugadi, hurmatli bilimdonlar. Donolarga yuzlanamiz. Kamronbek, javobni kim aytadi? Bu savolning javobini Odina aytadi. Odinaxon, marhamat, sizni eshitamiz. Hurmatli boshlovchi, bu karikatura nomi, bu qush nomi deb bildik. Bir savol borda. Izohlab bering. Nima uchun karikatura qush? Chunki bu karikatura ko'p, masalan, shaharga bersam, shaharga to'g'ri kelmaydi, hayvonga bersam to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun qush deb bildik. Yaxshi, javobni qabul qildim. Endi aniq javob variantiga o'tamiz. Maktabda fanlar, darslar juda ham ko'p. Ular orasida ayrim bolalar rassomchilikka, tasviriy san'atga qiziqadi, to'g'rimi? Men nima uchun tasviriy san'at deyotganimni hozir tushuntirib beraman. Chunki karikatura bu qahramonlarning qiyofasini kulgili ko'rsatish san'ati deyiladi. Afsuski, bu savolga noto'g'ri javob berdingiz. Kayfiyatni tushirmaymiz. Kamronbek, jamoani ruhlantirib tursangiz, men sizga keyingi savolni, ya'ni jamoangizga atalgan keyingi savolni o'qib beraman. Buning uchun albatta yordamingiz kerak. Marhamat, raqam oling. Bir raqami. Birinchi raqamdagi savol. Hamma diqqat qilsin, men savolni o'qiyman. Bir bola, yozib olsangiz ham bo'ladi. Bir bola 3 kun davomida quyidagicha mashq qildi.
Birinchi kuni 15 daqiqa. Ikkinchi kuni bundan 2 barobar ko'proq. Uchinchi kuni esa 5 daqiqa kamroq mashq qildi. U jami necha daqiqa mashq qilgan? Vaqt ketdi. 15 ko'paytiramiz 2ga. 30 dan 5 minut tashlaysiz. Shunda 5 turibdi. Demak, birinchi 15 aytgan bo'lsa, 5 barobar kam bo'ladi demak. Yo 5 15 dan 5 ga ayiramiz. Endi 10 ga 30 qo'shamiz. 40 ga 15 qo'sh 5 55. 55 to'g'ri. Demak, shundan ayirish kerak. 55. Undan 5 daqiqa kam bo'lsa, Jami necha daqiqa mashq qilgan deyapti, jami. qaysi bo'lishi mumkin? 15 mi yo 30 mi? Bular kunni topish uchun 15 ni 2 ga ko'paytiramiz 30. Mana bitta 3-chi kunni topish uchun 5, demak, ikkinchi kundan 5 ta kam bo'lsa 25 bo'ladi. Buni xato qilmasak, xato qilish mumkin. Oson topish. Bu qaysi kundan 5 daqiqa kam? 30 danmi, 15 danmi? 2 kundan keyin 3-chi kun 5 barobar kam deyilyapti. Agar birinchi kundan desa, Undan 5 daqiqa kam. Tushunib bo'lmaydi, qaysi biridan kam? Ikkinchi kun, yo birinchi kun. matematikada tushunib bor. To'g'ri, birinchi kundanmi, ikkinchi kundan bor. Mana bitta kilodan ham barobar kam bo'ldi. Demak, birinchi kundan ikkinchi kunni qo'shib olib, Qaysi birdan desa, agar birdan desa 55, ikkidan birinchi desa kundan. 70. Yo birinchi kundan kam bo'lishi kerak, yo ikkinchi kundan kam bo'lishi kerak. qaraylik. Unda qaraylik, birinchi kun bilan ikkinchi kunni qo'shib olib. Vaqt tugadi. Eslatib o'taman, bu sizning so'nggi imkoniyatingiz, ya'ni 6-savol edi. Birinchi raqam tushgan bilan umumiy hisobda 6-savol edi. Demak, bu hal qiluvchi hisoblanadi. Agarda to'g'ri javob bersangiz, sizdan avvalgi jamoa bilan bahslashish imkoniyati paydo bo'ladi. Kamronbek kim aytadi javobni? Bu savolning javobini Iqbolbek beradi. Iqbolbek, siz matematikaga qiziqasizmi? Yo'q. Lekin javobni aytasiz. Ha. Ha. Iloji bo'lsa, misollari bilan, ya'ni qo'shish ayrishlari bilan bizga tushuntirib bering. Savolni yana bir marta takrorlab yubora olasizmi? Xo'p. Bir bola 3 kun davomida quyidagicha mashq qildi. Birinchi kuni 15 daqiqa, ikkinchi kuni 2 barobar ko'proq, uchinchi kuni 5 daqiqa kamroq mashq qildi. U jami necha daqiqa mashq qilgan? Hurmatli boshlovchi, bu savolning javobi 70 chiqadi. Bunga sabab 15 ni 2 ga ko'paytirsak 30, 30 dan 5 ni ayirib tashlasak 25. Umumiy hammasi sonni qo'shganda 70 kelib chiqyapti. Ha. Agarda bizni teleekran qarshisida matematika fani o'qituvchisi yoki bo'lmasam aynan matematikaga to'garakka boradigan bolalar, do'stlaringiz ko'rib o'tirishgan bo'lsa, sizni javobingizdan faqatgina xursand bo'lgan bo'lishardi. Haqiqatda 70 edi. Tabriklaymiz. Ha, oson kechmadi. 6 ta savoldan 4 tasiga to'g'ri javob topdingiz, 2 tasi esa kelasi safar xato qilmasligingiz, kelasi safar ko'proq o'qishingiz uchun asos bo'lib qoldi. Shunday ekan, hozircha biz Kamronbekni jamoasiga ruxsat beramiz, chunki endi bu stol atrofiga biz donolar jamoasini taklif qilishimiz kerak. Kamronbek jamoa a'zolari va sizga alohida rahmat. Sizga ham rahmat. Hammamizni xursand qiladigan bir jihat bor, u ham bo'lsa jamoa a'zolarining xush kayfiyati, yangrayotgan musiqani his qilib, o'zlarida kuch topib, biz albatta yutamiz degan o'y bilan, xayol va maqsad bilan stol atrofida Visola boshchiligidagi Ziyraklar jamoasi. Visola bugun yolg'iz emas, xush kelibsiz. Stol atrofida bilimdonlar bahsida so'nggi jamoa sifatida qatnashyapsizlar. Taassurotlar, hayajonlar, qo'rquvlar haqida gapiring. Bormi? Yo'q. Hech qaysi biri yo'qmi? Yo'q. Tayyorsizlar? Ha. Yaxshi, unda men sizning atrofingizdagi jamoa a'zolarini birma-bir tomoshabinlarga tanishtirib o'taman. Demak, Visoladan chap tomonda Mirsulton hamda Komilaxonlar o'tirishdi.
va albatta Visolaning o'ng tarafida Subhon va Dilnura. Mana tanishib oldik. Endi kimga qaysi ism bilan murojaat qilishni bilib oldim. Demak, o'yinimiz shartlari juda ham oson. Men bugun sizlarga boshqa jamoalarga berganim kabi 6 ta savol beraman. Qaysi raqam ostida qaysi savol tushishini siz o'zingiz, ya'ni jamoa sardori belgilab berasiz. Demak, Visoladan iltimos qilaman, oldingizda turgan idishdan istalgan qog'ozingizni olishingiz mumkin. Uning ortida raqam yashiringan. 10 raqamli savol. Birdaniga 10 ga o'tib ketdik, mayli. Demak, jamoa a'zolari diqqat qiling, men sizlarga 10 raqam ostidagi birinchi savolni o'qiyman. U biz bilan yuradi, ammo hech qachon oldinga o'tmaydi. Quyosh yo'qolsa, u ham yo'qoladi. U nima? Hurmatli boshlovchi, bizda tezkor javob bor. Nahotki? Mayli, eshitamiz, marhamat. Bu savolning javobini Komila beradi. Komilaxon, marhamat. Hurmatli boshlovchi, bu savolning javobi soya. Soya. Yaxshi. U biz bilan yuradi, ammo hech qachon oldinga o'tmaydi. Quyosh yo'qolsa, u ham yo'qoladi. U nima degan savolimga javobni Komilaxon soya dedilar va aniq javob bu soya edi. Siz jamoangizga birinchi ballni taqdim etdingiz. Tabriklaymiz. Xursand bo'lishga arziydigan voqea bo'ldi, chunki birinchilardan bo'lib, birinchi savolga to'g'ri javob topdingiz. Komilaxon orqali jamoa yutuqqa erishdi. Kimdir yutdik dedi, g'alaba qozondik dedi. Ha, siz yutdingiz, g'alaba qozondingiz faqat birinchi savoldan. Hali oldinda 5 savol bor. Raqib jamoangiz, ya'ni sizlarga qarama-qarshi o'ynayotgan jamoalarda 4 ta aniq javob bor, 4 ta. Demak, ulardan o'tish uchun siz ham kamida 4 ta savolga javob topishingiz kerak, hozirgidan tashqari. Demak, diqqat qiling, men ikkinchi savolni o'qiyman, lekin buning uchun Visolaxon menga yordam berishlari kerak. Savol. Bir. Birinchi raqamdagi ikkinchi savolni o'qiyman. Diqqat qiling. Hurmatli jamoa a'zolari, Subhon, Dilnura, Mirsulton, Komila va albatta Visola. Yoningizda turgan daftar, qog'oz, ruchkani ishlatamiz. Hozir men sizlarga aniq raqamlarni aytishim kerak va uni eslab qolishingiz kerak. Yozib olib, hisoblab chiqasizlar. Azizda 10 ta 50 ming so'mlik pul bor. Yozyapsizlarmi? U do'kondan 250 ming so'mlik kitob va har biri 70 ming so'mlik 2 ta ruchka sotib oldi. Uning puli yetadimi? Qancha pul ortib qoldi? Savolni takrorlayman. Azizda 10 ta 50 ming so'mlik pul bor. U do'kondan 250 ming so'mlik kitob va har biri 70 ming so'mlik 2 ta ruchka sotib oldi. Uning puli yetadimi? Qancha pul ortib qoldi? Vaqt ketdi. Tezkor javob bor dedingiz, Visola, kim bu mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi? Hurmatli boshlovchi, bu savolning javobini Subhon beradi. Subhon, sizni eshitamiz. Siz matematikaga qanchalik qiziqasiz? Juda ham zo'r. Juda ham zo'r? Juda ham. Aha, hozir nechinchi sinfda o'qiyapsiz? 4-sinf. 4-sinf bo'lsa, unda yaxshi. Xo'p, bizga misollar bilan yechib javob qaytaring. Azizda 10 ta 50 ming so'mlik puli bor ekan. Jami unda 500 ming so'm puli bor ekan. U 250 mingga kitob sotib olib va har biri 70 ming so'mli 2 ta ruchka sotib oldi. 110 ming puli ortib qoladi. Buni hozir men o'qiyotgan paytda hisoblab chiqdingizmi? Aha. Hurmatli tomoshabinlar, siz ham vaqt topib matematika fanlariga,
ayniqsa matematika to'garaklarga qatnashing. Chunki bu sizga hayotda asqotadi va albatta agarda siz Bolajon telekanalida bilimdonlar bahsiga keladigan bo'lsangiz, sizga shunday savol yoki masala misol tushadigan bo'lsa, to'g'ri javob topgan bo'lasiz. Bir so'z bilan aytganda, Subhon matematikaga qiziqib, yaxshi ish qilgan ekanlar, chunki ular jamoalariga 2-ballni taqdim etdilar. To'g'ri javob topib. Ha, savollar juda ham xilma-xil. Bizda tarix ham bor, zamonaviy so'zlar ham bor. Umuman olganda barcha fan jamlangan. Faqatgina tasodifiy raqamlar orqali biz mana shu savollarga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Tushunganingizdek misoli, men sizdan yana savolni raqamini olishingizni so'rayman. Ikkinchi raqamdagi savol. Diqqat qiling, men savolni o'qiyman. Qadimda karvonlar yo'li qanday nomlangan? Qaytarib o'taman. Qadimda karvonlar yo'li qanday nomlangan? Vaqt ketdi. Karvon qaysi? Anaqa odam. Karvonlar yo'li. Mancha anaqa emasmi? Poyezd yo'q, karvon. Karvon. Aql narsa bo'ladi. Transportdan bo'lishi mumkin. Odam insonlar ham bo'lishi mumkin. Karvon. O'sha transportga kirib ketadi. Karvon. Bilasizmi, oldingi karvon saroy degan anaqa ham eshitganmiz. Kitobda ham bor edi, bir o'qiganingizda esingizmi? Karvon emasmidi? O'sha karvon qaysidir kitobda ustoz o'qib beruvdilar-ku. Yo'q, Qaysi javob? Qaysi biri to'g'ri? Yana boshqacha Yo'q, Tanlashimiz kerak. tanlashimiz kerak. Qaysi bittasi to'g'ri javob, qaysi biri bo'lishi mumkin. Karvonlar xil narsa bo'ladi. Oldin karvon nima deyilgan? Poyezd yo'li emasmi? karvon. Poyezd yo'li emasmi? Mancha shart bo'lishi kerak. Qaysi mash poyezd yo'li? Oldin nomini oldingi kassaga yuradigan yo'lak emasmi? Karvon. Nima? Qara karvon. Karvon anaqa emas, chiqadigan nimadir? Karvonliklar yo'lagi. Karvonlar yo'lagi. Vaqt tugadi, vaqt. Hurmatli ishtirokchilar, bahsni tugatamiz va albatta endi javobga o'tishimiz kerak. Visola, kim javobni ayta oladi? Hurmatli boshlovchi, bu savolning javobini Dilnura beradi. Dilnuraxon, kuzatib o'tirdim. Antiqa javoblar chiqdi. Ba'zilariga kayfiyat ko'tarildi, ba'zilari o'ylantirdi. Nahotki deb o'tirdim. Qani bizni bir qoyil qoldiringchi, nima bo'lishi mumkin? Savolni qaytarib o'taman. Qadimda karvonlar yo'li qanday nomlangan? Hurmatli boshlovchi, bu savolning javobi qadimda poyezd yo'li deyilgan. Aniq javobga o'tamiz, diqqat qilinglar. Qadimda karvonlar yo'li Buyuk Ipak yo'li deb atalgan. Nahotki shu variantni sizlar aytmadingiz. Visolada ozgina yaqin kelish bo'ldi, ya'ni yo'li dedilar, lekin to'ldiruvchi inson topilmadi. Jamoadoshlar, shu paytda mana shu so'zlarni mohiyatiga tushuninglar. Ko'proq o'rganinglar, savol berishdan uyalmanglar. Mana shunday kayfiyatimizni endi yaxshi tomonga o'zgartirishimiz kerak. Afsuslanmanglar, hali hammasi oldinda. Bor yo'g'i 3 tagina savol o'ynaldi. Shundan 2tasiga to'g'ri javob berdingiz. Hali sizda imkoniyat bor. Bu yog'iga faqat ketma-ket to'g'ri javob topsangiz, sizdan avvalgi 2ta jamoadan o'tib g'olib bo'lgan hisoblanasiz. Qani bir o'zimiz kayfiyatimiz ko'tarib olaylik. Jamoadoshlaringizga tasalli bering, motivatsiya bering. Hali oldinda ko'p savollar bor. Biz yutamiz. Albatta, mana qarshilar sizlar uchun. Visola, marhamat, keyingi savolni o'qishimga menga imkoniyat yaratib bering. 8-raqam ostidagi savol. Diqqat qiling. Eskiz deganda nima tushuniladi? Qaytaraman, eskiz deganda nima tushuniladi? Vaqt ketdi. Anaqa bilasizmi? Men rasm darsiga borganman. Eskiz o'chipa odamni, ana portretini yo'q, odamni, eskizni uni
anaqa ko'rinishlari shu, ko'rinish. Ammo odam anaqa keladi, his qiladi. Men anaqa rasmdasiga bo'lganman, o'shanda. Sizlarga keladi tasvirlanadi. Dizaynerlar birinchi qilish kerak deydi-ku. Odam o'zini chiziladi, ustiga kiyimga bezak shunaqa narsada. Ko'p dizaynerlar qiladi. Rassomlar ko'p ishlatadi. Masalan, ko'rma tepasiga narsalar naqalakiladi. Masalan, siz olasiz. Bu savolga kim javob beradi? Men o'zim javob beraman. Meni ustozim aytgan edilar oldin rasm darsida. Sizlar uchun ajratilgan vaqt tugadi. Xo'sh, 4-savolga kim aniq javob bera oladi? Misol ayting. Hurmatli boshlovchi, bu savolning javobini o'zim beraman. Marhamat. Bu savolning javobi ko'rinishi odamni o'zi odam chizish. Demak, sizni variantingizni qabul qildim. Endi aniq javobga o'taman, diqqat qiling. Eskiz deganda nima tushuniladi? Eskiz deganda albatta suratning qoralamasi, xomaki chizmasi nazarda tutiladi. Afsuski bu savolga noto'g'ri javob berdingiz. Sizga maslahatim, har bir so'zning ma'nosini, mohiyatini tushunib, o'rganib oling. Ana shunda biror jiddiyroq savol tushganida javob berish osonroq bo'ladi. Kelishdikmi? Kayfiyatni tushirmaymiz, hali oldinda yana sizlarni ikkita savol kutmoqda. Demak, marhamat Visola, keyingi raqamni tanlang. 9-raqam ostidagi savolga barchamiz diqqat qilamiz. Quyidagi ikki gapning farqini tushuntiring. A variant: men kitob o'qidim. B variant: men kitobni o'qidim. Savolni takrorlayman. Quyidagi ikki gapning farqini tushuntirib bering. Birinchisi: men kitob o'qidim. Ikkinchisi: men kitobni o'qidim. Demak, vaqt ketdi. Marhamat. Men kitob o'qidim. Men kitobni o'qidim. Masalan, kitob o'qidim. Men kitob o'qidim. Men kitob o'qidim, men kitobni o'qidim. Uni qarang. Men kitob o'qidim. Uni nima o'qidim? Agar sen kitobni o'qidim desam, Nimani o'qiding? Savol almashadi. savollari kitobga ni qo'shimchasi qo'shilib yoziladi. Men Savol almashadi. kitob o'qidim. Men nimani o'qidim? Men kitobni o'qidim. Unda nima o'qiding? Kitob o'qidim. Nimani o'qiding? Kitobni o'qidim. Farqini tushuntirib Nimani o'qiding? Nima o'qiding desa, kitob o'qidim. Nimani kitobni o'qidim. Kelosam lekin o'tgan zamon. chunki Raja xatomas. kitobni qo'shimchasi bor. Men Kitobni o'qidim. o'tgan zamon. Boshqa javoblar ham bo'lishi mumkin. O'ylab ko'ringlar. Xato bo'lmasligi kerak. Xato bo'lmasligi kerak bizni. Oxirgi shans bizda. Misoli, jamoangizga ajratilgan vaqt tugadi. Javobni kim aytadi? Hurmatli boshlovchi, bu savolning javobini Dilnura beradi. Dilnuraxon, biz sizga ishonamiz. Qani, marhamat, ayting javobini. Izohlab bering. Men kitob o'qidim. Bu o'ta kitob bu ot. Nima so'rog'iga javob bo'ladi? Sen nima o'qiding? Men kitob o'qidim. Sen nimani o'qiding desa, men kitobni o'qidim. Bu yerda ni qo'shimchasi anaqa. O'sha so'rog'ida ni qo'shimchasi qo'shilib aytiladi. Bu sizni oxirgi variantingiz bo'lsa, men uni qabul qildim va aniq javobga o'taman. Quyidagi ikki gapning farqini tushuntirib bering deb so'radim. Birinchisi: men kitob o'qidim. Ikkinchisi: men kitobni o'qidim. Bu yerda birinchi variantda umumiy tushunchani bildiryapti. Ikkinchisida esa aniq bir kitobni nazarda tutyapti. Demak, siz jamoangiz bilan bu safar yana ball yo'qotdingiz. Afsus.
Visola boshchiligidagi ziyraklar jamoasiga bugun 5 ta savol o'qib berdim. Ana shular ichida bor yo'g'i 2 tasi to'g'ri bo'ldi, qolgan 3 tasi noto'g'ri. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, keyingi savolni o'qimasa ham bo'ladi, shu yerda o'yin tugaydi. Lekin bu yerda qatnashgan Visolani jamoasiga albatta kelgusi o'qishlarida omad tilab qolamiz. Bolajon telekanalidagi bilimdonlar bahsiga shunchaki kelib qolishmagan hurmatli tomoshabinlar, bu do'stlarimiz, ular bilimda tengsiz. Aqllari charxlangan. Umuman olganda bo'sh vaqtlarda albatta nimadir o'rganishga qiziqqan do'stlaringizdir. Faqatgina qaysidir yo'nalishda yana o'rganishlari kerak bo'lgan joylari bor. Ya'ni qaysidir sohada bilimlarini, qaysidir kasbda ko'nikmalarini oshirishlari kerak bo'ladi. Ko'proq kitob o'qing, bilim oling, so'rashdan, savol berishdan hech qachon uyalmang, charchamang deymiz. Va albatta tomoshabinlarimizga shuni ma'lumot o'rnida aytamizki, ziyraklar jamoasi bilan o'yin shu yerda tugadi. Ushbu jamoadan oldingi jamoalar, ya'ni donolar va topqirlar jamoasi o'rtasidagi o'yinni biz kelgusi dasturimizda namoyish etamiz, chunki orada durang natija qayd etildi, ya'ni 4-4 bo'lib qoldi. Hurmatli tomoshabinlar, har doim bilim olishdan charchamang. O'zingiz uchun nimadir o'rganishga harakat qiling va albatta bu sizga kelajakda asqotadi. Bolajon telekanalida bilimdonlar bahsini kuzatib boring. Ko'rishguncha